Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ispanniy proyektimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eshiklarimiz 100% davotili mexanizm bilan jihozlangan. Tremolarimiz, ko'zgularimiz yopishtirilgan. Ko'rib turganinglardek, mebelimizga o'zingizlar baho berasizlar. Ranglari krem ranglardan bo'lgan. Bu tomonlarda ochiq polkalari bor. Keyin ichiga security tortma qilib berilgan ikkita tortmalarimizga tandem mexanizmlardan foydalaniladi. Kravatimiz mягкий hamda подъемный qilib ishlangan. E'tibor berib o'tasizlar. Ikkita chekkalarida podkravatnilari bilan bo'ladi.